har bir farzand o'z ota-onasiga yer yuzidagi eng yaxshiliklarning yaxshisini ravo ko'radi. O'shaning yaxshiliklardan biri muqaddas Ramazon oyida eng go'zal safar, umra safariga birgalikda borib, ibodat qilish va ularning xizmatini qilishdir. 14 va 21 fevral kunlari biz sizga o'sha quvonchli daqiqalarni taqdim qilamiz. Sizdan nima kerak? Bizning markaziy ofisimizga kelsangiz, hammasini o'zim va bizning malakali xodimlarimiz sizga ipidan ignasigacha tushuntirib berishadi. Yo'nalishimiz Toshkent, Jidda, Madina, Toshkent bo'ladi. Siz Jidda shahriga kelar ekansiz, ibodat qilishingiz uchun bir kecha Jidda shahrida dam olasiz. Keyin Makka shahriga kelib, ibodatlarni to'liq bajarasiz. Sizga bu safarda mamlakatimizdan, ya'ni jonajon O'zbekistonimizdan chiqqan malakali ellikboshlar sizga hamrohlik qilishadi. Makka Mukarramadan Madina Munavvaraga esa tez yo'l poyezdda foydalanasiz. Keyin eng go'zal shahar Madina Munavvaradan vatanimiz Toshkentga yana siz uchun eng qulay bo'lgan parvozdan foydalanib, vatanimizga inshaalloh qaytib kelasiz. Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Bitu Managementning Etihad paketlarini bizning markaziy ofisimizdan olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda kamina va jamoamiz sizning xizmatingizda bo'lamiz. Keling, hammangizni kutib qolamiz.